Akalar, tayyor kreditli avtomat korobka Cobalt to'xtalganlar uchun oylik to'lovlari 2,5 milliondan chiqqan avtomat korobka Cobalt topib qo'ydim. Dehqonda o'zidan mashina 2018-yil 4-paysa avtomat korobka bo'ladi. Mashinaning probeglari 175 ming kilometr turibdi. Klassik holatlarga keladigan bo'lsak, adbatlarda bor deyishyapti. Taxminan 20%, 30% atrofida deyapti, lekin hech qanaqangi udallar yo'q ekan. Mashinaga tayyor injektor metanlarni saqlab qo'yishgan ekan. Undan tashqari salon holatlarini ko'rsatadigan bo'lsak, salonlari ham chiroyli holatda turibdi ekan. Sidenalari zavodsiy holatda, yurgan probeglari aytilganda 175 ming kilometr turgan ekan mashina. Xo'p, undan tashqari 4 yumshoq ballonlari bor mashinaning. Mashinaning orqa tomonidan ko'rinishlari ham, kuzovlarni ko'rib turibsizlar, yaxshi holatda turibdi ekan. Bagaj holatlarini ham ko'rsatadigan bo'lsak, bagajlari ham yaxshi holatda, aytilganda temir metallari bor mashinaning injektorda. Mashinaning narxiga keladigan bo'lsak, kelagilar $4700 narx aytishyapti. Kelishib qolsalar oz-moz o'tib beriladi. Mashinaning aytilganda tayyor krediti bor, 2,5 million so'mdan 2 yilga yaqin kredit qolgan ekan. Qolaganlar uchun naqd pulga ham kelishaveramiz deyishyapti. Batafsil ma'lumot uchun pastdagi nomerni qoldirib qo'yapmiz. Telefon qilib beyon baraka qilishlaringiz mumkin.